Nimaga bu gapirib chiqmayapti desak, bu klinikani ambasadori ekan-ku bu. O'shuncha g'irring demay o'tiribdi ekan. Soqqalarini sanab olgan ekanda bu Abbos akamiz. Bilak dugonang, ertadan kechgacha billa video qilarding. Qani odamgarchilik, odamiylik qani? Pulini kechib qo'yib bilan dugonangni tarafini olmaysanmi? Beti yo'q. O'l erkak bo'lmay, o'l sendaqa erkaklar. Ko'rdinglarmi, zamon o'zgarib ketganini? Dugonasi billa shuncha PR qilib berdi bechora ko'kosh. Odam o'lib ketadimi, tirik qoladimi? Pulini olib qo'yganda, pul qiziqroqda chem ko'kosh. Birovni bitta hayoti qiziq emas, billa odamlar shunaqa noinsof bo'lib ketgan. Kecha billa mashinalar podarka qilyapman, unaqa qilyapman deb videolar qilib ko'kosh og'ir ahvolda qolganda shapet tashab qo'ydi. Господи, konchinney, sen erkakmisan? Yana meni transvestit deysizlar. Erkaklarda insof haqqi ketdi. Erkaklik qani? Assalomu alaykum hammaga birinchidan rahmat, menga duo qilib, meni qo'llab-quvvatlab yozayotganlarga. Men abdominni plastika liposatsiya qildirganman 3-mart kuni. Shu bilan 25 kundan buyon men yotdim. Menda nekroz bo'lib qolgan, operatsiyamni ertasi kuni qora o'sha dog'ni ko'rdim. Bu nima desam, gematoma bu qon talashib qolgan, bu ketadi deyishdi. Shu bilan 25 kun shuni ketishini xohlab, keyin 25 kundan xavotir olib boshqa doktorlarga jo'natsam, bu nekroz srochni qarating deb bir emas 5-6 ta abdominoplastika boshqa vrachlar menga aytdi. Keyin men bularga aytib janjal qilganimdan keyin mana 5 kun bo'ldi, men apparatni qo'yishdi. Qora joyini olib tashlaylar dedim. Qora joyimni olib tashalgan mana hozir 5-kun olingan. O'ngni qorin ochilib yotibdi, yog'i bilan mana shu apparat gubka qo'yib qo'yilgan. Shu bitta iltimosim sizlardan, bu medkonsultat klinikaga boykot e'lon qilib, bu yoqqa kelib hech qachon не только abdominoplastika, liposatsiya, любой operatsiyani qilmanglar. Meni operatsiya qilgan 2002-yil bolaning ustozlari Gulistondan kelgan, dokumenti yo'q bo'lgan insonlar meni operatsiya qilgan, institutda o'qigan, operatsiyaga kirishi mumkin emas bo'lgan insonlar operatsiyonda shu qo'pol qilib aytganda qassoblik qilgan. O'shaning uchun hech qanaqa даже qo'linglarni privaska qilgani ham bu yoqqa kelmaydi. Boykot e'lon qilishinglarni so'rayman sizlardan. Hammaga rahmat, boringlarga shukr. Turmayapti, o'zicha aqlli qoti, lekin bu o'zi men qatori odam bu. Hozir mana shu vrach formasiga qarab, siz ayb yo'q aka. Men просто bu bolani tafsillar beryapman. Vrach formasida sizga aytayapti, ochishga haqqingiz yo'q deb buyruq berishga haqqi bo'lyapti. Yo'q, ochishga haqqingiz o'zingizlar bilasizlar dedingiz. Hozir videoda hammasi turibdi. Lekin siz bunga haqqingiz yo'q. Siz mendek odamsiz. Sizni bitta dokumentingiz ham yo'qligini bildim va siz institut o'qiyotgan odamsiz. Sizni даже operatsiyaga kirishga qonuniy hech narsa hujjatingiz yo'q. Nimaga siz hozir meni ochib turmaslikka buyruq berasiz? Siz men qatori odamsiz hozir. Umid ham chaqiradi. O'sha Umid aka bo'lmasa, mana katta vrach edi Umid aka. Qani kesillar. Ular bo'lmasa, bu yoqda mas'ul kim? Umid akadan boshqa. Yo 100 ta 200 ta doktorga faqat Umid aka bittami doktoringiz sizlar? Shu savolimga mana kim hozir sizdan boshqa mas'ul dokumenti bor doktor menga kirsin bu yoqqa. Davay, o'sha ochtiraman, mana dokumentim bor, ochtiraman deydigan.